Assalomu alaykum hammaga qizlarjonlar, qaysizlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan va nihoyat raddom sumka videosi bo'ladi. Ikkinchi marta bunisi. Birinchisini mana 2 yil oldin qilgandim. Bu ikkinchi marta raddomga tayyorlanishim. Hozir 38 haftalikmiz. Mayda oxiriga bergan, 27-mayga bergan. Shunga hozir narsalarim hammasini sop tashlaganman sumkaga. Bular endi men tartiblashim kerak. Qaysini qayerga, qanday joylashtiramiz, shunaqa qilib tartiblashim kerak. Mana 2 yil oldingi raddom sumkaning egasi. Xo'p, birinchi bo'lib rodzalga kerakli bo'lgan narsalarni tayyorlashimiz kerak. Rodzal uchun alohida sumkacha kerak bo'ladi bizga. Rodzal uchun alohida sumkacha. Qara, bunga teginma, xo'p? Teginma. Mana rodzal uchun sumkacha. Hozir men bunga nima solishimizni ko'raman. Mana birinchi bo'lib maslahat beraman. Mana bunaqa raddom sumkalar bo'ladi. 50 ming, 60 ming, 80 ming, hamma joyda har xil narxi. Uzun marketda ham bor. Olish kerak, chunki ichlari ko'rinib turadi hamma narsa. 3 ta sumkachasi bo'ladi. Buda kattasi, mana bu o'rtanchasi. Bu anaga rodzalga kiradigan narsa, omma narsalarga umuman tegaman. Xo'p, topdim menimcha. Rodzal uchun bizga kerak bo'ladi, birinchi bo'lib borganimizda bizga kerak bo'ladi obmenlik qog'oz. Mana obmen qog'oz oldim men, 3 taraflama yo'llanma oldim. Chunki o'zimiz raddomga bormayman shu sababli. Xo'p, ID kartamni ham anosini solib qo'yaverdim. O'tgan safar borganda zakis qog'oz ham so'ragandi. Zakis qog'ozimni ham topsam, uni ham kopiya qilib solib qo'yaman. Obmen qog'oz kerak bo'ladi. Birinchi borganda kerak bo'ladigan narsa shu narsalarni so'raydi. Bir martalik anov kerak bo'ladi. Nima? Xalatcha, nachinoshka kerak bo'ladi. Bir martalik. Mana shunaqa nachinoshkalar bozorda 25 ming so'm turadi. Bu bitta kiyasiz bo'ldi shu bilan. 2-3 marta kiysa bo'ladi. Endi bu har xil narsalar tegadi, o'shaning uchun bir martaga deb ishlatiladi. Birinchi borganda buni beramiz. Nachinoshkani kiyamiz, rezinoviy tapchka olamiz. Rezinoviy tapchka nimaga kerak? Chunki rodzalga kirganda agar tabiiy tug'ruq bo'ladigan bo'lsa, suv ketishi bor, qon ketishi bor, har xil narsalar tegishi bor. O'shaning uchun rezinoviy tapchka kerak bo'ladi. Men endi bu tug'rug'im bilmayman nima bo'ladi. Birinchisida operatsiya bilan tug'ilganman. Bunisini balki o'zim ham tug'ishim mumkin ekan. Vrach aytdi. Xohlasangiz o'zingiz tug'ing dedi. Harakat qilib ko'ring dedi. Agar uni bo'lmasa dedi, operatsiya dedi. Bo'lmasa operatsiya dedi. O'shaning uchun men ham unga ham bunga tayyorlandim. Nachinoshka kiyamiz, tapchka kiyib olamiz, bo'ldi. Borgandan shu narsa kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib. Keyin raddom rodzalni sumkasida bitta eski kerakmas prostina olasiz. Bu tug'ayotgan ayolda tagiga solish uchun kerak bo'ladi. Yarmi menimcha artish shunaqa narsalar uchun kerak bo'ladi menimcha. Birinchi tug'rug'imda klyonka olganman, 60 ga 95 ta olganman. Umuman ishlatmagan raddomdagilar, bilmayman tushunmaganmi. Umuman men aqlim hayron nimaga ishlatmagani. Prostinani ham solgandim, 5 ta plyonka ham solgandim, ishlatishmagan. O'zimga o'zim keyin tug'ib bo'lgandan keyin o'zim Nurbek tagiga ishlatganman uni. O'zimizni tagimizga yozganman. O'zimiz tagimizga yozganman. Nurbekni ishtondan almashtirayotganda yozganman. Shunaqa ishlar qilganman.
bordi. Agar keserva bo'ladigan bo'lsam, menga mana unaqa rezinoviy anavi kerak bo'ladi. Rezinada chiqib, mana bu oyoqni bog'laydi bunga. Oyog'im demdemde operatsiyadan oldin bog'lab qo'yardi. Bilmayman nimaga bog'laydi. Menimcha bu varikoz uchun bog'lansa kerak, yana bilmadim. Bundan ikkita bo'ladi, ikkita oyoq uchun. Bu birinchi tug'ruqimdan qolgan, o'shani olib qo'ygandim. Mana bunisiga ham solib qo'yaman radom sumkamga. Kompressionniy chulki bo'ladi, u qimmat bo'ladi. O'shani ham kiyib olsa bo'ladi, bu varikoz chiqib ketmasligi uchun. Bu o'shani arzon varianti. Bilmayman necha pul, 25 mingmi, bilmayman 30 mingmi bo'ladi adashmasam. Buni solib qo'yaman. Keyin perchatskilar oldim. 4 ta perchatski oldim. O'tgan safar 6 ta perchatski oldim. 4 tasi qaytib keluvdi adashmasam. Uyga qaytib kelgandi. O'shaning uchun bu safar 6 ta olmadim-da, 4 ta. Ikkitasi o'shan perchatski, ikkitasi yangi. Tetratsiklin mas oldim. Bu chaqaloqni ko'zchasi uchun. Tetratsiklinni radomni o'zidan surtadi deydi. Bilmadim. Menga yo'q, yana erimga yozib o'tirmasin, aptekada deb olib qo'yaverdim. Yana kindik qisadigan qisqich kerak bo'ladi. Kindikni, bolani kindigini qisib qo'yish uchun 2000-3000 turadi bozorda. Bozorda ya aptekada. Bu Nurbekdan qolgan. 2 yil oldingi bu, ana qisqichcha. O'sha payt bilmayman, ishlatishmagan, o'zidan ishlatganmi deb o'yladim men. Menimcha o'zidan ishlatmagan. Aptekada yozib berganda dorilarni. Ular uydagilar olib kelib berishgan, o'shanda buni ham aytib bergan. Ochib qaramagan bo'lsa kerak deb o'yladim men narsalarni. Umuman ochib qaramagan bo'lsa kerak deb o'yladim, to'g'risi. Ana oldim. Doka. Marli oldim. Bilmayman nimaga oldim. O'tgan safar ham oldim, ikkita oldim. Bittasini ishlatishgan, bittasini qaytib kelgan, bittasini o'zim ishlatganman. O'shaning uchun ikkita olib qo'yaverdim yana. Keyin pampers kerak bo'ladi. Mana birlik pamperschadan solib qo'ydim, ikkita rodzalni o'ziga bu. Bittasini bolaga kiygizadi, balki bittasini shapka qilib kiygizib qo'yar. Bolani boshini suyuqliklarini olish uchun ishlatar ekan. Endi baribir agar operatsiya bo'lib qoladigan bo'lsam 3 soatda chiqmasligim mumkin-da, chunki o'tgan safar 9 operatsiya bo'lgan bo'lsam, men bir 4-5 larda anaqa qilganman. 4-5 larda bolani ko'rganman-da. 6-7 soatdan keyin ko'rganman bolani. Ungacha ko'rmaganman. Ungacha nima kiyadi, nima ichadi, to'g'rimi? O'shaning uchun ikkita solib qo'yamiz. Bolani o'sha payt o'rash uchun anovi adyolcha oldim. Muslinoviy adyolcha, yozda tug'aman. Qavat menimcha yaxshi. Bola uchun kiyimcha kerak bo'ladi. Mana men ikkita komplekt kiyimcha oldim, paypoqcha oldim, ikkita qo'lqopcha oldim, shapkacha oldim, ikkita. Ikkita kiyimcha bor bu yerda. Usti ishtoni shunaqa kiyimcha oldim. Mana yerda yana bitta kiyimcha solib qo'ygan ekanman. Menimcha buni solaman. Mana Rodzalni sumkachasiga adyolcha soldim. Adyolchadan keyin eng oxirida adyolga o'raydi-ku baribir. Undan oldin kiyimchasini kiygizadi, kiyimchasidan oldin pampersini kiygizadi. Mana pampers qo'yib qo'ydim ikkita oldiga. Ustiga prostina qo'yib qo'ydim. Tug'dirishga kerak bo'ladi deb ustiga qo'yib qo'ydim. Endi buni ustiga hozir perchatski solaman. Mana perchatski soldim. Madlini solaman. Ichiga madlini soldim. Bo'yaganini soldim. Kindik qisqich.
Nachinoshkani solyapman. Mana Rodzalda sumkachasi tayyor bu yerda. Rodzalda ustida ketadi mana tapichka. Молодец. Tapichka ketadi shu bilan. Ikkalasi ketadi. Va abmen qog'ozni ham ustiga qo'yib qo'ydim. Bo'ldi. Birinchi faqat mana shu sumka kerak bo'ladi. Tug'ishga borganda birinchi faqat shu sumka kerak bo'ladi. Bitta selofanga o'zingiz kiyib bo'lgan kiyimlaringizni yechib uydagilarga berib yuborasiz. Bularni o'sha tug'diraman degan vrachingizga, hamshirangizga berib yuboramiz buni. Berib yuborasiz. Mana tayyor bu sumkamiz. Yana qizlarjo'lar bitta narsa esdan chiqdi. Rodzalda sumkachasiga 2 ta 0,5 suv solib qo'yish kerak, chunki boya dard bo'layotganda odamni lablari qurishib, shunaqa chanqiydi. O'shanda boya suv kerak bo'ladi. Iloji boricha suvni ham boya sportivniy bo'lish kerak, ana o'zi og'zichasi. Bunday qilganda to'kilib ketmaydi-da. Lekin oddiysi bo'lsa ham bo'ladi. Uni chunki boya sportivniy og'zichaligini topish ham qiyin. Boya detskiy suvchalar bo'lar-ku. Uchi bo'ladi, o'shanaqa. Bunaqa suvlarni ham topish qiyinroq. Korzinkada ko'rdim, lekin bo'lmasa oddiy suv olib olish kerak. Rosa suv siydi odam. Yoki bo'lmasa balzam olib olish kerak labga. Men boshida rosa balzam surtganman, oxiri yo'qotib ham qo'yganman o'sha dard bo'layotganda. Balzam surtib anaqa qilganman. Balzam surtib yurganman-da Rodzalda. Keyin kommentariyaga ham yozishgan, voy dard bo'layotganda pomada qo'yib yuradimi odam, esida turadimi bu? Bunaqa ko'plar yozishgandi. Endi men bilmayman, men qo'yganman to'g'risi. Qo'limda pomada emas, balzam de qo'yib yuribman-da. Suv iching deydi hamshira ham. Nima qilyapsiz bu yerdan beri deydi. Balzam surtib labim qurib qolyapti desam, suv ichish kerak deydi. O'zi siy olmayapman. Chunki bola shunaqa katta edi, shunaqa bosyapti qovuqni, siydik chiqmayapti-da. Har sekundda tualetga boryapman. Yana suv iching deyapti-da. Suvni ichgan sari bar labi suvli bo'lib qolmaydi. O'shaning uchun men balzam surtganman. Bunisida olmadim to'g'risi balzamni. Chunki o'zi oddiy kunda ham hozir labim qurishib yuribdi. Bu olsam kerak o'sha payt. Bilmadim, yana ko'ramiz. Lekin aynan sotib olib, Rodzal sumkasi uchun deb olib, solib qo'ymadim. Qizlarjo'lar, endi mana palataga o'tgandagi sumkani tayyorlaymiz. Eng tagiga men bitta klyonka solib qo'ydim bolaga. Boya pamperslarni almashtirganda tagiga yozish uchun. Va undan keyin pastelniy belyo 1 kishilik. Bu yerda sochiq bor, uni solib qo'yaman eng tagiga. Bular bari eng tagida kerak bo'ladi menga. Bolani kiyimchalari mana bu yerda rosa ko'p kiyimcha oldim. Bilmayman, menga rosa ko'p kiyim kerak bo'lgan. Birinchisida bitta korset, bitta bandaj olyapman. Korsetdan mana unaqa. Buni kiyganman oldin. Nurbekka beraman deb tug'ganimdan keyin buni kiyganman. Bu safar buni olib ketgandim. Buni keyin sotib olganman. Bu faqat belda bog'laydi, bu kiyib oladi. Ishqib ikkalasini ham oldim. Bilmayman, ko'ramiz o'sha paytda sharoitni. Xo'p, undan keyin pijama. Eng tagidan boshlayapman-da solishdi. Pijama kerak bo'ladi. Boya pijama ham ishtoni usti. Xo'sh. Pampers oldim 25 talar. Bitta tualetniy bumaga. Manika solib qo'ying eng oxiriga. Pampers ikkiligidan olganman.
bolani kichkina dedi birligidan olib solib qo'yishim kerak to'g'risini aytsam. Chunki kichkina bola agar kichkina qilib tug'iydigan bo'lsam menga balki kichkina pampers kerak bo'ladi. O'shani almashtirib qo'yishim kerak. Xo'p. Bu yerda olinmagan bitta narsa bor. Pampers, kattalar uchun pampers 3 ta olish kerak M razmeridan. Endi menga bo'ladigan M razmeri 3 ta pampers olishim kerak. Hali vaqtim bo'lmadi pampers olishga. Olib solib qo'yaman buni ichiga, qizlarjonlar. Birinchi boya tug'ilgandan keyin pampers kerak bo'ladi. Pampers yaxshi-da. Agar bunaqa olvislar ishlataman desa, odam o'zini eplay olmay qoladi. Chunki juda ko'p qon ketadi boshida. 2 kunmi, 3 kunmi shunday shu 2 kunlar rosa ko'p ketadi. Shu 3 ta pampersni mazza qilib odam ishlatadi. Ishlatib bo'lgandan keyin mana bunaqa после родовой anov bor. Prokladkalar bor. Mana shu yaxshi 10 ta, bu ham ketadi. Undan keyin pampersdan keyin buni ishlatadi. Bu tugagandan keyin oddiysiga o'tiladi. Oddiysi. Chunki уже keyin qonmasda kam bo'lib kelib turadi. Bu yetadi. Уже. Buni olamiz. После родовой oddiy prokladka, влажный salfetka kerak bo'ladi bizga. Влажный salfetka solamiz. Bolani o'rashga yurgak. Mana bu yerda selofanlarni ochib tashladim, to'g'risini aytsam. Yurgak 2 ta oldim. Bittasi sal rezinoviy, bittasi muslinoviy. 2 ta oldim. Buni solib qo'yamiz. Keyin boshida baribir sut kelmaydi. O'shaning uchun anaqa oldim, smes oldim, Nestagenda oldim. Bunaqa idishcha. Buni o'sha payt ochganimdan keyin bunga sovib olaman. Buni ochib bunga sovib olamanda, bunda ishlataman. Baribir boshida sut kelmaydi. Og'iz suti keladi, unga to'ymaydi bola baribir menimcha. Chunki Nurbek o'sha 2-kun tug'ganimda 2-kun rosa yig'laydigan bo'lib qolgandida, qorni ochiq bo'lgan, to'ymagan o'shanga. O'shanga nima qoldi? Qoch. Yo'q, qara, kamera oldidan o'tib qaytyapsan, men shunga jahlim chiqyapti. Sen uyqung kelib yig'lab yotibsan shunga. Xo'p, ichki kiyim kerak bo'ladi. Ichki kiyim pastga, tepaga, ham anaqa. Emizishga qulay. Emizishga qulay. Ishqib shu. Buni olamiz. Buni ana surogiga qarab olgan mataylar hali bor. 27-yil martgacha. O'shaning uchun korobkasini otib olamiz. Kerak emas korobkasi menga. Xo'p, bu anavsi bilan solib qo'yaman-da. Idish bunaqasi bilan qolaman. Undan keyin buni solib qo'yaman, deb qilib. Buni solib qo'yaman. Voy. Kiyimchalarni soldim. Keyin Buni roddomga ketasizmi buni? Ha, roddomga ketaman. Tug'aman-ku ukangni, ha? Keyin kiyimcha bu anovga nima? Vipiskaga chiqayotganda shu kiyimchani kiyib olaman. Aytayapsa kiyimcha topib ketdi. Uni ham olib oling. Mana buni oldim. Palataga chiqqanda nima kerak bo'ladi? Домашний тапочка. Домашний тапочка soldik. Домашний bo'ldi. Palata uchun shu. Yana bizga kerak bo'ladigan narsa o'zimiz uchun termos kerak bo'ladi. Boya iliqroq suv ichish uchun, boya tug'gandan keyin tezroq tiklanish uchun ko'p miqdorda suv ichishimiz kerak. Termos kerak bo'ladi. Idish tovoqlarimiz kerak bo'ladi. Idish tovoq deganda juda ko'p narsa emas. Oddiy qoshiq, kosa kerak bo'ladi. Bo'ldi. Choynik, piyola, unaqa narsalar kerak bo'lmaydi. Piyola kerak bo'ladi, boya bokalmi kerak bo'ladi, boya suv ichish uchun. Bo'lmasa unda baklashkadan ko'tarib ichaveramiz. Termos bo'lgandan keyin endi bakal kerak bo'ladi, to'g'risi.
termos, kosa, yani qoshiq bo'ldi. Shu salfetka kerak bo'ladi keyin. O'tgan safar men sug'oy salfetka ham olgandim. Sug'oy salfetkani ikkita olgandim. Bittasini olib ketib qolishdi kimdir o'g'irlab. Bittasini ishlatishmadi bekorga. Men ular ishlatardim deb o'yladim rodzalda. Ishlatmadi, o'zim uchun olgan ekanman. O'shaning uchun bu safar olmadim. O'sha payt kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha paytda erimga aytaman olib kelib beradi. Sug'oy salfetkani boya rulonli salfetka bor-ku, o'shani aytyapman. O'shanaqa salfetka. Keyin yana bunaqa deyishadi, agar o'g'il farzand tug'iladigan bo'lsa, paxta olish kerak deydi. Paxtani men o'tgan safar olgandim, lekin ishlatmagandim, ular ham ishlatmagan. Paxtani nega paxta desam, ko'p paxta olish kerak, chunki boya bolani pampersini yechganda chuv etib shunday qilib sevar ekan o'g'il bola, qizlarjonlar. Nurbek shunaqa qilardi, ustilarim ho'l, tug'maganman, bilmayman. Pastellar ho'l, shunaqa bo'lganda menda. Voy xudo, shuning uchun odamlar boya paxtadir ekanda. Paxtani boya pampersda yechgandan paxtani boya chaqaloqni bulbulchasiga chikitib qo'yib qo'yasiz, siysa ham o'sha paxtaga siyadi. U erkinlikka chiqqandan keyin siyarganda o'g'il bolacha. Uy paxtadan keyin tashiysiz. Bo'ldi. Shu. Xo'p, aptechka kerak bo'ladi. Aptechkaga biz solamiz. Men solaman. Butilkacha bolaga, mana bu zo'r butilkacha, 60lik butilkacha. Buni solyapman. Glitsin svecha solyapman. Boya tug'gandan keyin ichda keltirish uchun glitsin svecha solyapman. Bu mana uni korobkasi ekan, kerak emas. Soska idishcha bu yerda. Mana bu yerda soska ham olganman. Bolaga deb. Kerak emas bu. Korobkasi kerak emas. Mana bu solib qo'yaman-da. Mana. Soska bersam kerak bilmadim yana, to'g'risini aytsam. Mana soska idishcha. Soskani bunaqa ushlaydigani solib qo'yapman shularni. Ana termometr kerak bo'ladi bolani o'lchash uchun. Termometr solib qo'yapman bitta. Batareyasi bilan termometr. Ochma o'g'lim shuni. Ochma. O'zingniki bor-ku. Kerak emas bu. Korobka kerak emas-ku bizga deyapman, bola. To'g'risi mana ularni shunga solib qo'yay. To'g'risini aytsam, bunaqa dori-pori narsalar olmadim. O'tgan safar Livamikollar olgandim. Ishlatmaganman. Kosmetik ham shuni ichiga solib qo'ying. Shuni ichiga solib qo'yayapman. Hop, mana. Bo'ldi. Bu aptechka. Aptechkani ham shu radon sumkani ichiga solib qo'yaman. Mana. Bo'ldi. Sumkamiz tayyor. Bitta pampers solsak bu yerga. Bo'ldi. Bitta pampers, kattalar uchun pampers solamiz 3 ta. Ishqib mana sumkamiz tayyor, taxlandi. Rosa ana bo'lib ketgan. Taxlanmay turuvdi-da, hamma narsa sochilib yotuvdi. Endi taxlandi mana sumka. Endi borib eson-omon tug'ib kelsak bo'ldi. Tapchka? Oddiy tapchka-ku mana qara. Tapchka-ku. Bu tapchkani ham Nurbekda kiyganman. Yub, uni qildim. Solib qo'ydim. Shu narsalar ko'rsatdim-ku Nurbek. Xo'p. Yana nima? Olinmagan narsa, katta sochiq olmadim. Chunki boshida olganman, katta sochiq olganman, o'zimcha cho'milaman deb o'ylaganman, cho'milmaganman. Umuman, raddimdan cho'milmaganman. Uyga chiqib ham cho'milmaganman, operatsiya bo'lganman-ku. Cho'milmaganman. Bu yerda yana kerak bo'ladi tish pasta, sovun, o'zingiz uchun kerakli narsalar kerak bo'ladi.
Men ham hisob qo'ysam kerak bilmadim. O'tgan safar hech kim o'sha raddomda boya 5 ta bilan bu yotgan bo'lsam, hech kim tishini yuvmagan mendan tashqari. Yuvmang debdi menga-da. Nimaga aytsam karis tushib ketadi debdi. O'sha yerdagi ayol bitta ayol aytibdi, yuvmang tishingizni, karis tushib ketadi. Men 10 ta tishim ketgan, mana shu tog'ib olib, sirazi tishlarim yuvganimdan shunaqa deb aytdi. Hayron bo'ldim, bilmasam dedim endi men. Birinchi marta bo'lganga uni qilmaganman. Xo'p, kerakli narsalarimni olaman, baribir issiq suv bo'lsa kerak, menimcha boya sovuq suv bo'lgani uchun aytgan bo'lsa kerak-da, yuvmang deb. Tish pasta, sovun, o'zingiz uchun kerakli sochiq-pochiq shunaqa narsalar olasiz. Unaqa narsalar boya keyin ham olsa bo'ladi unaqa narsalarni. Baribir faqat shu bilan cheklanib qolmaymiz-ku. Erimizga aytamiz, telefonlashib turamiz, mana uni olib keling, mana uni olib keling. Uni olib keling, buni olib keling, bu kerak ekan deb turamiz baribir. Bu endi birinchi borganda o'sha tayyor turish kerak bo'lgan narsalardan. Ular hali vrach o'sha uydagilarga aytadi, mana uni olib kelib bering deb ular aytadi. Birinchi borganda yana agar operatsiya bo'ladigan bo'lsa, dori-darmoni bor. Ulab qo'yadigan. U 4-5 soat ukol olib yotish kerak. Chunki boya ancha qon ketib ketgan bo'ladi, ancha odam ko'p energiyasi ketib qolgan bo'ladi operatsiya bo'lganda. Shuning uchun shunaqa dori-darmonlari bor. Shunaqa dori-darmonlarni olib yotganman boshida. Menimcha bu yerda yana eng kam narsa men boya sut uchun sut oqib ketmasligi uchun vkladishlar olgandim o'sha paytda. Bu safar olmadim to'g'risi. Vkladishni ishlatdim, lekin baribir endi u kamlik qildim, 15 ta olgandim. Uni ancha ishlatib yurdim men. Undan tashqari baribir suvoy salfetka shunaqa narsalar qo'yib yurdim. Shunaqa narsalar qo'yib yurdim. Sut oqib ketadi. Sut boya sut kelgandan keyin oqib ketar ekanda. Bittasini berayotganingiz ikkinchisidan sut oqib ketadi. Buni bersangiz bunisidan oqib ketadi. Shunaqa tomonlari bor ekan. Bunisini endi hayot jarayonida ko'raveramiz qizlarjonlar. Mana bizning sumkamiz tayyor, tug'ishga tayyormiz. Kimni tug'ishi yaqin bo'lsa hamma eson omon qutulib olsin. Men ham eson omon qutulib olay, eson omon bag'rimga bosib olay, oson yengil oq yo'l bersin Xudoyim. Befarzandlarga farzand bersin. Homiladorlik baxtini, farzandli bo'lish baxtini, onalik baxtini hamma ayollarga tilayman. Qizlarjonlar, videomga like bosishni unutmanglar. Ko'rishamiz. Shu bilan Nini bilan chiqaman videoga. Nini bilan ko'rishamiz. Kim yoqqa xayr qilaylik? Yo'q, ko'rmayapti ular. Xayrdi. Baland ayt. Xayr. Malades. Xayr. Xayr. Bo'ldi. Voy jonim. Bo'ldi, nima kamera o'chiraki?